Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi hazm qilish tizimi patofiziologiyasi. Hazm qilish tizimi organizmda oziq mahsulotlarini kirishini, ularni oddiy kimyoviy birikmalar ko'rinishigacha parchalab, organizm tomonidan o'zlashtirilishini ta'minlash vazifasini bajaradigan tizim sanaladi. Hazm qilish tizimi bir qancha alohida mustaqil a'zolardan iborat. Masalan, og'iz bo'shlig'i a'zolari, qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak, ingichka ichak, yo'g'on ichak hamda oshqozon ichak traktiga tashqi sekretsiya ishlanmalari quyiluvchi oshqozon osti bezi hamda jigardan iborat bo'lsa-da, u yagona boshqaruv mexanizmiga ega va bu sanab o'tilgan a'zolarni birortasi ishdan chiqsa, butun hazm qilish tizimi faoliyati izdan chiqadi. Hazm qilishni ta'minlash uchun quyidagi jarayonlar ahamiyatga ega. Birinchi, oziq mahsulotlariga mexanik ishlov berish va ularni yutish uchun hozirlash. Hazm qilish fermentlarini sekretsiyasi, ya'ni parchalovchi fermentlarning sekretsiyasi. Oziq mahsulotlarni zararsizlantirish. Endi ming afsus, biza iste'mol qilayotgan oziq mahsulotlari har doim steril holda bo'lmaydi. O'sha fermentlar ta'sirida oshqozon ichak trakti bo'shlig'ida oziq mahsulotlarni o'sha oshqozon shilliq qavati epiteliysi orqali oddiy kimyoviy birikmalar ko'rinishida o'zlashtirish uchun shakllantirish. Ya'ni barcha biz iste'mol qilayotgan polimer mahsulotlar oddiy kimyoviy birikmalargacha parchalanadi. Ana oziq luqmasi himus shakllangandan keyin u asta-sekinlik bilan o'sha oshqozon ichak trakti bo'ylab harakatlanadi va ham bo'shliqda, ham devor oldi hazmlanish jarayonlarida o'zlashtiriladi. Bu oziq moddalarini o'sha ingichka ichak devori orqali qonga so'rilishi. Mana shu jarayonlarni o'zaro mutanosiblikda va o'zaro muvofiqlikda kechishi organizmga o'sha iste'mol qilingan ovqatlarni so'rilishini ta'minlaydi. Endi hazm qilish biza yuqorida ko'rgan boshqa a'zo va tizimlarga nisbatan bir muncha murakkab boshqaruvga ega. Mana misol uchun biz qon tizimini ko'rdik. Qonda biz umuman o'zimizni ongli xatti-harakatlarimiz bilan qon yaratilishiga, qon funksiyalariga umuman ta'sir ko'rsata olmaymiz. Yoki mana yurak faoliyatini olsak, yurak faoliyatida organizmga ta'sir qiluvchi stressor omillar uni bir muncha faolligini o'zgartirsa-da, lekin tamoman yurakni to'xtatib qo'ya olmaydi. Ana undan keyin nafas, u ham hayot uchun zarur bo'lgan a'zo sanaladi. Biz uni yanada chuqurroq faoliyatini boshqarishimiz mumkin. Ya'ni biz ongli ravishda nafas olishni tezlashtirishimiz, sustlashtirishimiz va ma'lum vaqtga nafasni to'xtatib qo'yishimiz mumkin. Mana hazm tizimida bunaqa ongli boshqaruv ta'siri yanada ko'proq namoyon bo'ladi. Bu nimadan iborat? Chunki hazm qilishda ham bosh miyadan keluvchi reflektor faza mavjud, ham o'sha po'stloq osti markazlari faolligi bilan belgilanadigan vegetativ faza mavjud. Bu nima degani reflektor faza? Biz hammamizga ma'lumki, hazm qilish jarayonida biz shu ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, hattoki eshitish retseptorlarimiz ham faoliyat ko'rsatib, o'sha ovqatni hidi kelganda yoki ovqatni o'sha chiroyli qilib bezatilganini ko'rib, bizada reflektor ravishda hazm qiluvchi shiralar ajrala boshlaydi. Hali ovqatni iste'mol qilmasdan turib, ovqatga qo'l tekkizmasdan turib, faqat shu ovqatni ko'rinishi, undan taralayotgan xushbo'y hid reflektor fazani boshlaydi va organizmda o'sha ovqatni hazm qiluvchi fermentlarni sekretsiyasi boshlaydi. Mana haligi obdon qiyomiga keltirib ovqat iste'mol qilishi yoki mana limon kesishi yoki nordon anori donalab yeyish to'g'risida gap ketganda eshituvchini ham gapirayotgan odamni ham ongsiz ravishda bizga bog'liq bo'lmagan ravishda o'sha sekretor bezlarini faolligi oshib ketadi.
Undan tashqari vegetativ nerv tizimi o'sha barcha ichki a'zolar funksiyasini boshqarganday o'sha hazm qilish fermentlarini ajralishini, ularni jadalligini va ularni faollashuvini belgilaydi. Shuni aytib o'tish kerakki, hazm qilish fermentlarini aksariyati oshqozon ichak traktiga faol bo'lmagan holda ajralib chiqadi. Nimaga shunaqa? Chunki agar o'sha parchalovchi fermentlar faol shaklda oshqozon ichak traktiga ajralib, u yerga ovqat kelib tushmasa, bu fermentlar oshqozon ichak traktini tarkibiy qismlarini, devorni tashkil etuvchi komponentlarni shikastlagan bo'lar edi. O'shaning uchun agar bu fermentlar o'sha biz ovqat yeydigan paytda ajralsa-da, lekin biz ovqat yemasak, ular o'zini parchalovchi ta'sirini ro'yobga chiqarmaydi. Ularni parchalovchi ta'siri o'sha hazm qilish traktida ajraluvchi faol gormonlar va peptidlar tomonidan faollashtiriladi. Misol uchun mana gastrin oshqozon sekretsiyasini stimullabgina qolmasdan, balki oshqozonga ajraluvchi o'sha pepsinogenni pepsinga, tripsinogenni tripsinga aylantirib, uni o'sha oqsilni parchalovchi faol shaklga keltiradi. Sekretin oshqozon va oshqozon osti bezi sekretsiyasini stimullaydi. Xolitsistokinin oshqozon osti bezi hamda o't pufagini qisqarishini stimullab, o'sha ichak traktiga o't hamda oshqozon osti shirasi ajralishini stimullaydi. Somatostatin, pankreatik polipeptid, enteroglukagon, neyrotenzin va vazoaktiv intestinal polipeptidlar. Bular mana shu jadvalda ko'rinib turganday oshqozon osti bezi hamda jigar faoliyatini stimullabgina qolmasdan, o'sha oshqozon ichak traktidagi peristaltika jarayonlarini ham stimullaydi. Mana misol uchun neyrotenzin oshqozon sekretsiyasi va peristaltikasini cheklab tomirlar spazmini chaqirsa, ta'siri unga qarshi bo'lgan vazoaktiv intestinal polipeptid pankreatik sekretsiyani stimullaydi, silliq mushaklarni o'sha dilatatsiyasini chaqirib, o'sha oshqozon ichak traktidagi peristaltik harakatlarni yuzaga keltiradi. Bularning yana bitta vazifasi ular o'sha oshqozon ichak traktiga ajralayotgan faol bo'lmagan fermentlarni faol shaklga aylantiradi. Bularni o'zi qachon ajralib chiqadi? Bularni o'zi o'sha oshqozonga tushgan oziq massasi himus o'sha oshqozonni shilliq qavatini qitiqlay boshlaganda ajraladi. Shunday qilib bizning fermentlarimiz odatda shu oshqozonga ovqat tushganda faollashadi va uni parchalaydi. Ana shu o'rinda aytib o'tish kerakki, mana oshqozon ichak traktiga turli xil ichak invaziyalarini tushishi, ana o'sha turli xil oddiy jonzot parazitlarni ichak shilliq qavatiga yopishib, uni mexanik tarzda qitiqlashi, o'sha faollashtiruvchi mahalliy gormonlarni ajralib chiqishi va oshqozon ichak traktiga tushgan o'sha parchalovchi fermentni faollashuviga olib keladi va bular o'z navbatida oshqozon ichak traktini shilliq qavatini shikastlaydi va turli xil eroziyalarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu albatta rivojlanayotgan organizmda ham, rivojlangan organizmda ham ko'plab salbiy o'zgarishlarni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Organizmda hazm qilish faoliyati buzilishining tipik ko'rinishlari quyidagilardan iborat. Birinchi, bu o'sha parchalovchi fermentlar sekretsiyasini buzilishi, ikkinchisi oshqozon ichak trakti devoridagi peristaltik harakatlarni hamda oshqozon ichak trakti bo'ylab o'sha oziq himusini bir maromda harakatlanishini buzilishi va uchinchisi bu o'sha parchalangan mahsulotlarni oshqozon ichak trakti shilliq qavati orqali o'zlashtirilishini buzilishi. Endi biz yuqorida aytib o'tdik, hazm qilish tizimi bir nechta mustaqil a'zolardan iborat deb. Endi hazm qilish trakti og'iz bo'shlig'idan boshlanadi va og'iz bo'shlig'ida oziq mahsulotlari nafaqat o'sha mexanik ishlovdan o'tib yutish uchun hozirlangan halqum ko'rinishiga kelmaydi, balki og'iz bo'shlig'ida o'sha mahsulotlarni birlamchi kimyoviy ishlovi amalga oshadi. Ya'ni o'sha og'iz bo'shlig'iga ajralib chiquvchi
so'lak uni birinchi vazifasi o'sha qabul qilingan oziq mahsulotlarni agar ular quruq bo'lsa namlash va ularni yutish uchun qulay bo'lgan halqum luqma ko'rinishiga keltirish. Bundan tashqari so'lak tarkibidagi moddalarni juda kuchli antiseptik, ya'ni zararsizlantiruvchi ta'siri bor. Bu antiseptik ta'sirga ega bo'lgan mahsulotlarga turli xildagi gidrolazalar, misol uchun lizotsim, alfa amilaza, alfa glikozidaza yoki proteazalar, kallikrin, salivain yoki nukleaza, RNKaza, DNKazalar, fosfatazalar, peroksidazalar kiradi. Ularning asosiy vazifasi oziq mahsulotlarini parchalash, uni so'rish uchun hozirlash emas, balki zararsizlantirish. Misol uchun RNKaza, DNKaza, DNK asosli viruslarni qisman parchalaydi. Yoki proteazalar bakteriyalarni hayot mahsuloti bo'lgan toksinlarni bir muncha parchalash va zararsizlantirish ta'siriga ega. Mana shuning uchun men talabalarga har doim e'tiborini bitta faktga qarataman. Mana yosh bola tug'ilgandan keyin mustaqil ravishda qo'liga tish cho'tkasi, tish pastasini olib tishini tozalaguncha bir necha yil vaqt o'tadi. Lekin bu davr ichida bolani og'zida hech qanaqa infeksiya rivojlanmaydi hamda bolani og'zidan agar u sog'lom bo'lsa noxush yoqimsiz hid kelmaydi. Nimaga? Chunki bolani og'iz bo'shlig'iga ajralib chiquvchi o'sha so'lak uni to'liq ravishda sanatsiya qiladi. Ya'ni tozalab u joyda o'sha shikastlovchi omillar, bakteriyalar hosil bo'lishini oldini oladi. Ya'ni so'lakka asosiy vazifasi bu o'sha oziq luqmasini shakllantirish bilan bir qatorda oziq bo'shlig'ini o'sha oziq mahsulotlardan, ya'ni og'izga tushishi mumkin bo'lgan zararli mahsulotlardan himoyalash va tozalashdan iborat. So'lak sekretsiyasi quyidagi ko'rinishda buzilishi mumkin. Mana normada bir sutkada oziqlanish xususiyatlariga bog'liq ravishda mana yarim litrdan 2 litrgacha so'lak ajralsa, so'lak sekretsiyasini buzilishi mana ko'rib turganinglardek gipersalivatsiya, ya'ni sekretsiyani ortishi hamda giposalivatsiya, sekretsiyani kamayishi ko'rinishda ketishi mumkin. Gipersalivatsiya og'iz bo'shlig'i xastaliklarida, stomatitlar, gingivitlar, pulpitlar, kariyesda, homiladorlikning ikkinchi yarmida gipersalivatsiya o'sha toksikozni bir ko'rinish sifatida ketishi mumkin. Bunda nafaqat o'sha og'iz bo'shlig'iga so'lak ajralishi, endi uni ikkita yo'li bor. Yoki bu ortiq miqdorda ajralgan so'lak yutiladi va oshqozonga tushadi. Yoki u haligi tuflab tanadan chiqariladi. Tuflab tanadan chiqarilganda organizmda ma'lum darajada suvsizlanish rivojlanishi mumkin. Masalan, mana bu homiladorlik paytida yuzaga keladigan gipersalivatsiya natijasida bir sutkada 8-10 litrgacha so'lak hosil bo'lishi va organizmdan chiqarilishi mumkin. Agar u ichkariga yutilsa, u demak oshqozon shirasini neytrallanishiga sabab bo'ladi. Giposalivatsiya ko'pchilik infeksion xastaliklarda, isitmada, suvsizlanishda yoki so'lak bezlarini shikastlanishda, parotitlar yoki sialoadenit, ya'ni so'lak ajraluvchi yo'llarda o'sha so'lak suyuqligidan hosil bo'lgan toshlarni hosil bo'lishi va u yo'llarni berkitib o'sha hosil bo'lgan so'lakka erkin og'iz bo'shlig'iga chiqmasligi. Endi giposalivatsiya nafaqat o'sha oziq luqmasini hosil bo'lishini qiyinlashtiradi, balki og'iz bo'shlig'ini tozalash, sanatsiya qilish imkoniyatlarini ham cheklaydi. Odatda giposalivatsiya bo'lgan odamlarni og'zidan o'sha noxush hidlar kelib turadi. Endi oziq massasi og'iz bo'shlig'ida qayta ishlovdan, mexanik ishlovdan o'tib oziq luqmasi hosil bo'lgandan keyin qizilo'ngach orqali oshqozon tarkibiga tushadi. Oshqozon ham organizmda muhim vazifani bajaradi, chunki oshqozonda shirasi tarkibidagi xlorid kislotasi va erkin xloridlar, shilliq modda, aminosaxaridlar, fukamutsin, sialamutsin, oqsilni parchalovchi proteolitik fermentlar, pepsin, gastriksin, hemazin hamda ichki kastil omili, ya'ni gastromukoprotein
u tashqi kastil omili, ya'ni tsiankobalamin bilan birlashib organizm tomonidan o'zlashtiriladi va haligi hujayralarni bo'linib ko'payish jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Mana oshqozon shirasini tarkibidagi erkin xlorid kislotasi oshqozonni nihoyatda kuchli 1,5-2 ga teng pH muhitini belgilaydi. Mana nimaga kerak bizani oshqozonga bunaqa kuchli kislotali muhit? Chunki biza qabul qilgan ovqatlarning aksariyati steril, toza holda bo'lmaydi. Mana endi biza vaqti kelsa o'sha daladan olib, yuvmasdan qo'limiz bilan artib sabzavotlarni yeymiz yoki daraxtdan uzib meva yeymiz yoki ishkomdan uzib uzum yeymiz. Bularning hammasida tarkibida nihoyatda bakteriyalar, turli xil haligi shartli va shartsiz patogen bo'lgan omillar ko'p. Lekin har bitta shunaqa yuvmasdan iste'mol qilgan odam darhol haligi ichi ketib kasal bo'lib qolmaydi. Nimaga? Chunki o'sha tushgan moddalarning hammasi oshqozonni kuchli kislotali muhitiga tushgandan keyin zararsizlanadi. Bunaqa kuchli kislotali muhitda zararlanmasdan qoladigan bakteriyalar, viruslar deyarli mavjud emas. O'shaning uchun sog'lom odam mana shu toza bo'lmagan yoki ozgina bo'lsa ham sifati buzilgan ovqatni yeganda ayrim holatlarda hech qanaqa kasallik kuzatilmaydi. Nimaga? Hamma qo'zg'atuvchilar o'sha xlorid kislotada kuchli kimyoviy qayta ishlovdan o'tib o'zini faolligini yo'qotadi. Bu albatta nihoyatda agressiv muhit sanaladi, bu muhit. Ammo o'sha shilliq modda tarkibidagi aminosaxaridlar, o'sha fukamutsin, sialamutsin shilliq moddalar oshqozonni o'sha fundal qismini, ya'ni oshqozon tubini hamda 12 barmoqli ichakka o'tadigan qismini o'sha shilliq modda qoplab, oshqozonni shilliq qavatini o'sha xloridlarni kuydiruvchi ta'siridan himoya qiladi. Endi himoyalovchi yana bitta kuchli omil bu oshqozon shilliq qavati hujayralari tomonidan sintezlanadigan o'sha gidrokarbonat ionlari. Gidrokarbonat ionlari o'sha oshqozon shilliq qavatiga ishqoriy muhitni berib, o'sha xlorid kislotasi erkin kislotalik bilan o'sha ishqoriy omil uchrashganda ularni to'qnashuv yuzasidagi muhit neytrallanadi va oshqozon o'sha xlorid kislota ta'sirida shikastlanmasdan faoliyat ko'rsatadi. Bu nihoyatda aniq va puxta ishlaydigan himoya mexanizmi bo'ladi. Agar ma'lum sabablarga ko'ra bu mexanizmlar ishlamasa, oshqozonda turli xil xastaliklar, turli xil shikastlanishlar yuzaga kelishi mumkin. Endi mana ko'rib turganingizdek, normada 1 sutka mobaynida oshqozonda ham 2 litrgacha oshqozon shirasi sekretsiyalanishi mumkin. Va bu jarayon yuqorida mana so'lak bezlarning funksiyasida kuchayishi, ya'ni gipersekretsiyaga olib kelishi mumkin yoki susayishi, kamayishi, giposekretsiyaga olib kelishi mumkin. Gipersekretsiya odatda 12 barmoqli ichak yarasi, antral gastrit, piloraspazm, pilorastenoz, alkogol yoki ayrim dori moddalari ta'sirida, sho'r va achchiq nordon ovqat ta'sirida kuchayishi mumkin. Gipersekretsiya bo'lganda oshqozonning kislotaligi kuchayadi va bu oshqozondagi mavjud o'sha mahsulotlarni me'yoridan ortiq vaqt davomida oshqozonda saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Nimaga? Chunki oshqozonni o'sha 12 barmoqqa o'tuvchi pilorik qismidagi sfinkterlar oshqozondagi mahsulotlar to'liq neytrallanguncha yopiq turadi. Nimaga? Chunki o'sha pilorik sfinkterlar orqasida 12 barmoqli ichak bo'shlig'ida muhit ishqoriy, chunki u yoqqa o't ajralib chiqadi, o'tdagi muhit 7.4 dan katta bo'lib 8 gacha bo'lishi mumkin. pH muhiti. O'shaning uchun ana o'sha ishqoriy muhitni neytrallab qo'ymasligi uchun, u yoqdagi hazmlanish jarayonlarini buzmasligi uchun pilorik sfinkterlar oshqozonning muhiti neytrallashguncha yopib turadi. Ana bunaqa yopib turganda kislotalik kuchli bo'lsa, himoya omillarini nisbiy yetishmasligi yuzaga keladi. Ya'ni shilliq moddalar ham parchalandi o'sha gidrolitik moddalar ta'sirida hamda shilliq
qavat hujayralardan o'sha gidrokarbonat yo'llarini ishlab chiqilishi yetmaganda ana oshqozonni shilliq qavati kuya boshlaydi kislota ta'sirida va bu kuchli og'riqni yuzaga kelishini olib keladi. Oshqozon mana shu uni devorini kuydirayotgan mahsulotlardan xalos bo'lish uchun me'yoridan ortiq kuch bilan qisqara boshlaydi. Bu o'sha oshqozonda asta-sekinlik bilan rivojlanib, kuchayib, ma'lum bir darajada kuchli o'sha og'riq chaqirib turib, keyin asta-sekin bu og'riq birmuncha susayishi mumkin. Keyingi peristaltik harakat boshlanguncha. Keyingi peristaltik harakat boshlanganda og'riq yana asta-sekin kuchayadi va eng kuchli cho'qqisiga chiqqanda o'shunaqa cho'qqida birmuncha turib, keyin asta-sekin yana qo'yib yuboradi. Bu o'sha oshqozonni o'zini tarkibidagi yuqori kislotali mahsulotlardan qutulish uchun bo'lgan xatti-harakatlari. Bu og'riq chaqiradi. Yana bitta belgi o'sha to'sh orqasida kuyish simptomi, ya'ni bemorlar aytadi, shu ovqat yesam haligi jig'ildonim qaynaydi yoki to'shimni orqasida kuyishga o'xshagan bir noxush his paydo bo'ladi deydi. Buni yuzaga kelish mexanizmi o'sha oshqozon qisqarganda uni ichidagi suyuq mahsulot borib pilarik qismga uriladi va qaytganda o'sha oshqozonga kelib tushgan qizil o'ngachchi, endi unda sfinkter yo'q. O'shaning uchun o'sha joyga kelib nordon mahsulot urilganda oshqozonni bu qismini himoya qiluvchi omillari bo'lmagani uchun ana o'tda kuyish, achishish his tuyg'usini keltiradi hamda jig'ildon qaynash his tuyg'usi keladi. Bu yana bitta simptom. Og'izda o'sha temir mazasini, ya'ni kislota o'sha qizil o'ngachgacha borganda og'izga o'sha temir mazasi kelishi bilan xarakterlanadi. Giposekretsiya bo'lganda esa mana bu jarayonlarni teskari holatini kuzatamiz. Qanaqa teskari holatini? Mana giposekretsiya atrofik gastritlarda, oshqozon yarasi, oshqozon raki, pernitsioz anemiyada, axlorgidriya akiliya, ya'ni shirani ishlab chiqilmasligi yoki shira tarkibida xlorid kislotani bo'lmasligi. Shu ko'rinishlarda kechishi mumkin. Albatta hazm qilish jarayonlarini biza jigar va oshqozon osti bezi egzokrin qismi faolligisiz to'liq tushunib yetmaymiz. Chunki jigardan ajralib chiquvchi o't qator funksiyalarni bajaradi. Chunki o't butun oshqozon ichak trakti, ya'ni bo'shliqda hamda devor oldi jarayonlarida oziq mahsulotlarini hazm bo'lishi uchun zarur bo'lgan neytral muhitni ta'minlab turadi. Ana o'sha neytral muhit o't ta'sirida yuzaga keladi. O't tarkibidagi o'sha o't kislotalari detergentlik, ya'ni erituvchanlik xususiyatiga ega bo'lgani uchun suvda erimaydigan yog' kislotalarini o'sha suvda eriydigan xalinatlar ko'rinishiga olib keladi va ularning ta'sirida o'sha yog'lar monomer neytral yog' ko'rinishiga aylanib enterotitlar tomonidan o'zlashtiriladi va enterotitlarda qaytadan organizmning o'zini xususiy triglitseridlariga qayta sintezlanadi va bu ko'rinishda qonga kilomikron ko'rinishda o'tadi va zarur bo'lgan a'zo to'qimalarga yetkaziladi. Oshqozon osti egzokrin qismi esa o'sha bo'shliqdagi faol bo'lgan, bo'shliqda parchalovchi ta'sir ko'rsatuvchi o'sha parchalovchi fermentlar, ya'ni alfa amilaza, proteaza, lipaza fermentlarini ishlab chiqaradi. Shuning uchun bu fermentlarni yetishmasligi yoki ularni erkin o'sha 12 barmoqli ichak bo'shlig'iga kelib tushmasligi hazm qilish jarayoniga juda salbiy noo'rin ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan ham oshqozon osti ham jigar bezini hazmlanishdagi funksiyasi yuzaga chiqadi. Men sizlarni keyingi ma'ruzani, ya'ni o'sha jigar patofiziologiyasiga bag'ishlangan ma'ruzani ko'rishga, eshitishga taklif qilar edim, chunki bugungi ma'ruzani qaysidir darajada mantiqiy davomi bo'lib xizmat qiladi. Sizlar bilan keyingi ma'ruzalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.